trenddagi dumaloq kruassanlarni qilib ko'ramiz. Buning uchun bizga malidan slayonное дрожжевое testo kerak bo'ladi. Uni shunaqa yoyib, qismlarga bo'lib olamiz. И orasiga qulupni, xohlasanglar malina yoki shunda o'zini o'rab, shunaqa dumaloq shaklli yasab olsanglar ham bo'ladi. Yasagan shakllarimizni shunaqa dumaloq qolipga qo'yamiz. Ozgina oshiramiz. Oshgandan keyin 180 gradusli qizib turgan duxovkaga 20 minutga qo'yamiz. Ustiga tarelkalar qo'yib qo'yish kerak. Pishgandan keyin endi krem tayyorlaymiz. Qaymoq, moloko qo'shib, krem chizdan 3 qoshiqcha solib, uchga bo'lib olamiz kremimizni. Bittasi fistashka, bittasi lotus, bittasi shokoladniy krem qilib kruassanlarimizni ichiga shunaqa qo'yib chiqamiz. Bezatamiz xohishga ko'ra, chiroyli qilib shunaqa fistashkalar bilan bezatsanglar bo'ladi. Shuni tayyorlab bo'lishim bilan sразу uyimizga mehmonlar kelishdi, ularga ham berdim, juda ham qoyil qolishdi. Sizlar ham qilib ko'ringlar.